Bekzod Rajabovning xavfsiz qurilish startap loyihasi ham bugungi kun uchun muhim loyihalardan biridir. Ushbu innovatsion loyiha qurilish, ishlab chiqarish hamda konchilik sohalarida mehnat xavfsizligi jarayonlarini sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirishga yo'naltirilgan. Tizim mavjud kuzatuv kameralari bilan to'liq integratsiya qilinadi hamda real vaqt rejimida video tahlilni amalga oshiradi. Ish jarayonlariga o'rnatilgan kameralarga bizning dasturimiz integratsiya qilinadi hamda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib, ishchilarning xavfsizlik qonun-qoidalariga amal qilishligini aniqlaydi. Biz bu loyihani real qurilish jarayonida sinovdan o'tkazdik hamda loyihamiz 85% yuqori aniqlikda ishlamoqda. Buni 2025-yil hisobida 95% gacha oshirish maqsad qilganmiz. Xavfsiz qurilish AI bo'yicha ishlayapmiz. Bu qanday loyiha? Qurilishni avtomatlashtirish orqali xavfsizlikni oshirishga qaratilgan loyiha. Bu loyiha qurilish kompaniyalaridagi ishchilarga xavfsizlikni oshiradi, kutilmagan moddiy xarajatlarni kamaytiradi.